Bugun sizlar bilan o'zimni beauty life hacklarim bilan bo'lishaman. Badanimga haftada 2 marta обязательно skrab ishlataman, chunki bu bizani amirtiyovshi kletkalarimizni, ya'ni o'lib qolgan kletkalarimizni olib tashlaydi-da, terimizni nafas oldirib, yumshoqqina qilib beradi. Skrabdan keyin mazza qilib cho'milib chiqqanimdan keyin esa badanimga обязательно увлажняющий krem surtaman, chunki bu bizani tanamiz ham xuddi yuzimizga o'xshab увлажнениyani yaxshi ko'radi. Увлажнять qilingan badan har doim tarang va yosh bo'lib turadi. Yuzimga ham haftada 2 marta skrab ishlatishga harakat qilaman. Bu menga poralarimni tozalashga yordam beradi va uxlab qotganimda kremlarim yuzimga yaxshiroq pronikat qiladi. Undan tashqari yuzimga mamnaqa здоровый blesk berib turishi uchun haftada 2 marta домашний peeling qilaman. Домашний peeling deganda uy sharoitida tayyorlangan emas, professionalniy kosmetический peelinglarni faqat uyda o'zim qilaman. Lekin peeling qilishni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari, qonun-qoidalari bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, kommentlarda plus belgisini yozib qoldiring. Keyingi videoda uy sharoitida qadamma-qadam peeling qilishni ko'rsataman. O'zimni taniganimdan beri tashqariga SPF siz umuman chiqmayman. Balki shu uchun ham yosh ko'rinarman. Bu albatta hazil. Lekin yuzimizga qilingan uxotlar SPF bilan zakreplyatsiya qilib turilmasa, birortasi ta'sir qilmaydi. Chunki afsuski, quyosh nurlari yuzimizdagi kletkalarni qarishga olib keladi. Qarimaslikni yonini oladigan eng zo'r narsa esa bu, конечно же, SPF. Yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Like va kommentlaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.